Nega yig'layapsiz? Yana shohmi? Endi bildim nega telefoningni ko'tarmaganingni. İlyos, hozir emas. Shoh ketdik. Sanki seni görene kadar olanlarla oldum, esirin oldum. Investitsiya bo'yicha hujjatlar. Xayrli tong. Xayrli. Kechagi tuning ham xayrli bo'lgan shekilli. Hammani ham o'zingga o'xshatma. Sana da aşk olsun, olmayacaksan benim. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Og'zingga qarab gapir. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Ilyos meni sevib qolganiga xafa bo'lyapsanmi? Mendek qizni sevmasa, yana kimni sevardi? Men tabiat mo'jizasi bo'lsam, sen esa shu tabiatni xatosisan. Bahrom. Ha? Yo'qotinglar meni ofisdan. Hamma yosh bola bo'lsam, menga nima deysiz? Hozir meni xo'jayinga olib bormasam, Bu meni. yoqqa. Hop. Bor. Yes. Hamma menga xo'jayin. Senga chidayotganimning asosiy sababini bilasanmi? Pulmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Unda yozilishi bo'yicha odam odamga tan jarohat yetkazishi mumkin emas. Shunaqa hammalaring jonimga tegdilaring. Kayfiyating cho'q-ku. Mana bu rasmni ko'rganingdan keyin yana ham quvonasan. Balki spektakl tugatadigan vaqt kelgandir. Gapirib bo'ldingmi? Ko'zingni och, Ilyos. Ijozating bilan. O'lsam o'laman, lekin hech qachon birga bo'lishlaringga yo'l qo'ymayman. Sevdi, yana qoidalarni buzyapsan. Shu qoidalaring bilan Mahmutimga emas, Mahmutimga kelding. O'sha Yasmining bilan baxtli yashasang bo'lmaydimi? Tayyor haqiqiy xotin. Soxtasini boshingga urasanmi? Yasmin Shoh bilan tushgan rasmini ko'rib qopti. Agar hozir ajralsak, u hammasi o'yin bo'lganini bilib qoladi. Sevdi. Soxta bo'lsa ham sevgimiz hurmati. Yana 2 kun ichida, iltimos. Tushunarli. Ana endi malikalardek hayoting tugadi, Sevdi. Qo'shni yana orqangizga yonyaptimi? Mana qarang, loyni sashingizda bu qarang. Ketchi borib, uyingizga xuddi. Olib kel, mana ashi gapingizga qarang. Agar ketsa borib, bu qarang. Chachingizni kalga olasiz, bu qarang. Ko'ryapsizmi? Loyni sachasizmi? Ketchup sachasizmi? Hech narsa qilmaysiz. Bitta Jiguli'ni puliga qildim. Bakeling, eski Jiguligim bor edi. Yaqinda utilizatsiya bo'lib ketadi deb bitta sotib turib 20 million so'mga qarang. Bitta ko'ring, bitta like bosmang. Eng kamida sizga mashina uylar nasib qilsin. Qarang. Xolasangiz kartamida, xolasangiz atachento, xolasangiz like. Ko'rib turganingizda 7 sloy qilib, qo'qonli bolalar kelib bitkizib berishdi qo'shni. Lekin ularni ichi qora basagan. Magiron bersam ham 3 baqal. Pishillab turib, yeb turib mashishlar qilib ketishdi. 15 kunda, ishonasizmi? Pasta domenni qoldiryapman. 1 kvadratini 100 ming so'mdan shunaqa pishillab turib, magiron bersangiz ham indamasdan video ustalar topib qo'ying, aloqaga chiqing.